Assalomu alaykum hammaga akam. Bugun ko'rib turganingizdek obzorimizda Arizo 8 gibrid modeli bo'ladi. Juda ham zo'r mashina, shahar uchun mo'ljallangan. Shuningdek, qanaqadir bank ishlarida yuradigan bo'lsangiz yoki davlat ishida ishlaydigan bo'lsangiz, sizga juda ham yarashadi deb o'ylayman aka. Bu ko'rib turgan modelingiz gibrid bo'lib, to'liq tok tizimida 1403 kilometr masofa bosib o'tadi. Shuningdek, benzin rasxodlari atigi 4 litr, 4,5 litrni tashkil qiladi akam. Ko'rib turganingizdek, juda chiroyli dizaynda ishlangan. Shuningdek, ballonlari 19 yumshoq ballonda bo'ladi. Olgandan keyin 8 diskga ham qo'yishingiz kerak emas, ballon almashtirmasangiz ham bo'ladi. Faqat ballon davleniyasini akam buni 1.9lar qilib yurganingiz ma'qulroq deb o'ylayman. Ko'rib turganingizdek, ranglari ham qora jemchug tsvetda bo'ladi. Kuzovlari esa otsinkovniy stальной metall, ya'ni 74% po'lat material ishlatilgan, keyin antikor qo'shilgan, ya'ni chirimaydi, zanglamaydi. Buni batareykalariga keladigan bo'lsak, elektron batareykalariga biz 8 yil kafolat beramiz. Kuzov qismi, motor qismlariga keladigan bo'lsak, elektronikasiga ularga 7 yilgacha garantiya beriladi. Probekda taxminan 200 ming yoki 160 ming probek atrofida garantiya beriladi. Salon qismlariga keladigan bo'lsak, salon qismini ko'rishingiz mumkin. Juda chiroyli dizaynda ishlangan salon podsvetkalari, svetlarni ham bemalol xohlagan ranglaringizda 64 xil svetda o'zgartirsangiz bo'ladi. Shuningdek, panorama lyuk, kожаный сиденье va katta keng, ancha chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan monitor sistemasi. Ruldan bemalol multimediasini boshqarsangiz bo'ladi va qolgan ligirovkalarni bu tomondan ham ko'rsangiz bo'ladi. Ancha zo'r, ya'ni joylashtirilgan sideniya ligirovkalari ham juda qulay, ya'ni sizga xalaqit bermaydi. Shunday pamya sidenlari va sideniya обогрев ligirovkalarini ham to'g'rilasangiz bo'ladi. Salonimizda endi orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismlari ham juda keng, oila bilan bemalol yurishga ham xalaqit bermaydi. Uzoq joylarga bemalol harakatlanib yurganingizda hech qanday muammo tug'dirmaydi. Orqa tomonga o'zimdan bir o'tirib ko'rsataman. Hozir oldi sidena to'liq tortilgan orqaga. O'rtada podlokotnik ham tushadi. Mana bemalol suyanib ketsangiz ham bo'ladi. Yosh katta odam bo'ladigan bo'lsa, конечно. Bu yerga kofe biron nima ichimliklarni qo'yib, yo'lda bemalol mazza qilib ichib ketsangiz bo'ladi. Hozir xabaringiz bor, yozgi kuni juda ham issiq bo'ladi o'zimiz sharoitda. Qish kuni juda ham sovuq bo'ladi. Bu yerdan bemalol deflektor orqali qish kuniga pechka, yozgi kuniga konditsioner zo'r kelib turadi. Va ikkita обогрев sistemalari ham zo'r joylashgan. O'zingizga bemalol pog'onada ligirovka qilib olsangiz bo'ladi. Mana, shuningdek qo'shimcha bitta USB port, telefoningizni bemalol zaryadga qilib ketsangiz bo'ladi. O'rtada ketgan odam qisilib qolmaydi, uzoq safarlarga charchatmaydi. Ko'rib turganingizdek, xalaqit beradigan narsasi yo'q, joyi yo'q. Ya'ni ingichka kelgan joy bor. Bunda ham bemalol yumshoqqina ketadi. Yurib ketayotgan odam. Bu yerda chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan karmankalari. Orqa qismiga keladigan bo'lsak, farlarimiz ham LED optika farasi bilan jihozlangan. Kechqurun ham uzoqdan biron kimni ko'zini ham olmaydi. Zadniy parktronика datchiklari har bittasi buni 5 metrgacha sezib sizda ogohlantiradi. Orqada qanaqadir to'siq bo'ladigan bo'lsa, ya'ni polni tonirovka yuradigan bo'lsangiz ham biron bir to'siqqa tegishingizdan oldin ogohlantirib ko'rsatib, shuncha santimetr qoldi deb ham ko'rsatib beradi. Orqasiga keladigan bo'lsak, o'zini zaryadlaydigan nimasi bor. Ko'rib turganingizdek, mana uskunasi. Zaryadga qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu joydan akkumulyatorlari. Ancha keng bo'lgan bagajligini ham ko'rishingiz mumkin. Chap tomonda esa qo'shimcha subwooferlarimizgacha bor. Ya'ni muzikani ancha baland, tiniqroq tovushda chiqarib berishga yordam beradi. Zavodskiy 30 shumizolyatsiya qilinadi. Sizga hech qanaqa shovqin ichkariga salonga kirmasligi uchun, xalaqit bermasligi uchun. Olgandan keyin prosta haydaysiz, bunga xarajat ham qilish kerak emas deb o'ylayman aka. Benzin kami 92 benzinni solib haydaganingiz ma'qulroq bo'ladi. Kameralarga keladigan bo'lsak ham bakoylari juda chiroyli ko'rinishda qo'yib ketgan, qo'pol tarzda chiqmagan, ya'ni skromniy variantda chiroyli ko'rinishda ega berib ko'rib turibdi. LED texnologiya asosida oldi farlari juda ham bir xil chiziqda, ya'ni uzoq yo'lga yoritib beradi. Hech qanday xalaqit bermasdan to'g'rizdan kelayotgan, qarama-qarshi tomondan kelayotgan avtomobilga ham xalaqit bermaydi. Va ko'rib turganingizdek, shunday oldi tomonda ham parktronика datchiklari. Bu ham xuddi shunday 5 santimetrgacha ogohlantiradi. Yo'lingizdan agar ulgurmay qoladigan bo'lsangiz, qanaqadir mashina reysga chiqib qoladigan bo'lsa, samo торможение funksiyalarigacha mavjud. Shunday adaptiv cruise kontrol, uzoq yo'lga yurishda yaxshi ko'radigan bo'lsangiz yoki yo'lda charchagan bo'lsangiz,
Bemalol adaptiv cruise controlni qo'shib haydab yursangiz ham bo'ladi. Bu tomonlardan ko'rsangiz bo'ladi. Passajir sideniyasi. Bu tomonda ham ancha keng joy bor. Shuningdek, akustikalari ham Sony. Muzikalarni более плавный и ovozlarni ham ritmini bemalol zo'r eshitib beradigan darajada qilib beradi. Barlari ham juda skromniy variantda ochiladi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Xohlasangiz bu tomonga, xohlasangiz bu tomonga. Biron narsa olaman desam ham, narigi tomonga xalaqit bermasdan ochib olsangiz ham bo'ladi. Yoki nabarot. Bu tomondan olib joyiga qo'ysangiz ham bo'ladi. Qo'shimcha bu yerda telefon qo'yishga, besprovod zaryadka joylarimiz ham mavjud. Qo'shimcha yana bu yerga bloknot yoki ikkinchi telefoningizni qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Gibrid va elektroga o'tkazadigan knopkalari va multimediani bemalol bu yerdan boshqarib ketsangiz ham bo'ladi. 360 gradus kameralari, shuningdek boshqa knopkalar. 9 zonli klimat kontroli menga yoqadigan eng zo'r tarafi. Xavfsizliklaringiz ham birinchi o'rinda. Bu yerda avtomobilimizda 8 ta airbag bilan jihozlangan. Xudo ko'rsatmasin qanaqa DTP yoki noxush holat bo'ladigan bo'lsa, mashinamiz 8 ta tomonidan o'sha airbaglari chiqib sizni himoya qiladi. Shu tomonlari ancha plus bo'ladi deb o'ylayman aka. Bordiyu siz bo'lib boshqacha ranglarni izlayotgan bo'lsangiz, mumkin misol ochroq yoki to'qroq, boshqa variantlarni, misol oq rangni oladigan bo'lsangiz ham pulda farq qilmaydi. O'sha bir xil summada kelib xarid qilib ketishlaringiz mumkin. To'lov turlariga keladigan bo'lsak, buni rasochka tartibida, ya'ni o'zini pulni bo'lib to'lash tartibida xarid qilib ketsangiz bo'ladi. Avtokredit, shuningdek, ligodniy uslovlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Bizlarda trading xizmati ham bor, azizlar. O'zi haydab turgan mashinangiz bo'lsa, bizlarga bosh to'lov asosida topshirib, yangi mashinamizni haydab chiqib ketsangiz bo'ladi. Keyin bepul tezroq xizmatlarimiz bor. Ertalab 9 dan kechki soat 6 gacha bepul tezroq xohlagan mashinangizni haydab ko'rishingiz mumkin Cherry brendlaridan va ertalab ish vaqtimiz 9 dan kechki soat 8 gacha. Manzilimiz Gulobod Yangiariq, yangi zapchast bozori joylashganmiz. Bu tomon Qarshi ko'kdan kelishda, bu tomon Charxin postdan kelishingizda sizlarni kutib qolamiz.